Hammaga assalomu alaykum, hurmatli jononalarim. Sizlarga bugungi namoz o'qiladigan paytdagi ayollarning ko'pgina xatolarini va kerakli foydali jihatlaridan unumli foydalanmasliklarini ko'rsatib beraman. Va foydali jihatlarini uy sharoitida o'tirgan ayollarimizni oddiy shu mashqlarni o'zini bajarganinglarning o'zida to'g'ri namoz o'qiydigan ayollarimiz to'g'ri o'tirib turish holatlariga amal qilganinglarda yana ham hayotinglar davomida yaxshi sizlardagi holatlar vujudga kelaveradi. Demoqchimanki, o'rindan turganimizda namoz o'qiyotgan paytda tizilar ozgina bukilib, ruhiga mana bukilganimizda mana bundoq bukilyapti oyoq, to'g'rimi? Oyoq bukilyapti, ozgina ko'tarilyapti va o'tiradigan sajdaga o'tiradigan vaqtimizda oyog'imizning orasi chuchut mana ochuvdik, mana qanaqa o'tiryapmiz. Ikkala qo'limiz tizzamizda, mana shundoq tizada. Tizzani qo'ydik va egildik. Egilganimizda poзвоночнигimizni tepaga ko'tarib olamiz. Teparoq. Poзвоночник bukib olmaymiz, poзвоночникni ko'tarib olamiz mana tepaga. Va orqaga qaytganimizda ikkala oyoq o'ng tomonga bukilyapti mana. Ikkala oyoq tekis holatda bukilyapti. Yana sajdaga borib qaytganimizdan keyin o'rnimizdan qanaqa qaytyapmiz? O'tirgan joyingizda shundoq oyog'ini ko'tarib, oyoqni bukib olasiz. Mana orqaga. Boshlang'ich o'tirayotgan holatimizga qaytib oldik. Ikkala qo'l tizada, yerni ushlamadik. Mana. Oyoq qayilgan edi. Qo'lim tizamda, yerni umuman sajdaga borib kelgandan keyin ushlamadim. Shundoq qaytardim oyoqni orqaga va limfa drenaj mashqi bilan birga o'rindan turishimiz kerak. Tizzani ko'tardim mana. Tizzamni ko'tardim. Ko'ryapsizlar, oyoqni tegi podyomda turibdi. Podyom. Tepaga ko'tarilib turibdi. Ko'tardim va o'rnimdan xuddi shunaqa turaman. Yerni ushlamagan holatda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tushunasizlar? 2 marta sajda qilib bo'lganingizdan keyin o'rinda qanaqa o'tirib, qanaqa turishimiz kerak. Biz shu holatda o'zini qaytarganimizdan o'zida bizadagi mana shu polniy mышцалар, тазовый мышцалар polniy hammasi ishlaydi, zichlashadi. Ayol kishiga kerak bo'lgan matchning, matga tushishi, siydik qopini tushishi va gemoroylar hamma narsani zichlashtirib, taranglashtirib, tepaga tortib, mushaklarni baquvvat qiladigan mashqi o'zi. Hattoki namoz o'qimaydigan ayollarimiz ham bir kunda 20 ta 30 ta shu mashqqa ketma-ket qaytarsanglar, sizlardagi holat uy sharoitini o'zida yaxshilashni boshlaydi. Hozir yo'llanmachoz ko'rsatib beraman. Tizam bilan bukilib oldim. Tizamni qo'ydim. Bukildim. Orqaga qaytdim. Yana bukildim. Orqaga qaytdim. Qo'lim tizamda turibdi. Oyog'imni bukdim. Tizamni ko'tardim. O'rindan turdim. Mashqi ham mashq qilyapsiz. Ham sog'lig'ingiz uchun, ham ibodatingiz mustahkam, ham sizdagi tetiklik holati, holsizlik holati yo'qolishni boshlaydi va energichniy bo'lasiz. Menda hozir homilam 39 haftalik, lekin men ko'ryapsizlar, bemalol o'tirib, bemalol turyapman. Nima uchun? Chunki bu mashqlarni doim qilib yurganim uchun. Ayollarning aksariyat ko'p holat xatolari bu mana bundoq qilib qo'ligini qo'yib o'tirib olishadi. O'rniligidan yana xato bilan bundoq qilib turib olishadi. Bu xato. Bu faqat qo'lga nagruska beryapsiz, egilib xato qilyapsiz. Boshni nepravильно egib, boshga qon quyilishiga sababchi bo'lyapsiz. Shuning uchun holsizlik kelib chiqadi. Holni kuchaytirish ham o'zingizning qo'lingizda. Uni yo'q qilish ham o'zingizning qo'lingizda.